AQSh Eron-Isroil urushi tez orada tugashi mumkin. Tramp urushni to'xtatishni istayapti. Eron esa urushni AQShning xohishiga ko'ra emas, balki Eron davlatining ixtiyoriga ko'ra tugatilishini ma'lum qildi. Shuningdek, uchala davlatning urushdan ko'rgan talofatlari AQSh prezidentining nimadan qo'rquvga tushgani haqida yaqin daqiqalar ichida batafsil ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum. Finish the job, sir. دشمن دلش میخواد ما با کشورهای اسلامی در جنگ باشیم. AQSh prezidenti Donald Trump Eronga qarshi urush rejalashtirilgan muddatdan tezroq kechayotganini va deyarli yakunlanish arafasida ekanligini bildirdi. Bu haqda u CBS telekanaliga bergan intervyusida so'z ochdi. Prezidentning so'zlariga ko'ra, harbiy harakatlar rejalashtirilgan grafikdan ancha oldinga o'tib ketgan. Eronning na floti, na aloqasi va na harbiy havo kuchlari qolmagan. Raketalar esa juda kam miqdorda. Shuningdek, Trump Florida shtatida ham Respublikachilar partiyasi tadbirida chiqish qilib, Eronga qarshi urushda g'alaba yaqin ekanligini yana bir bor ta'kidladi. Uning aytishicha, urush juda tez orada tugaydi va bu harakatni qisqa muddatli operatsiya deb atab, uni yovuzlikdan xalos bo'lish uchun amalga oshirilganligini bildirdi. Tahlilchilar AQShning urushni tugatishga shaylanib qolganligini buyuk Amerikaning nomukammal rejasi ish bermaganligi bilan baholamoqda. Dunyo bozorida neftning narxi keskin oshib ketgani ham AQShni biroz xavotirga solgan bo'lishi mumkin. Chunki neft qimmatlashsa, benzin, transport, logistika, aviachiptalar hamda tovarlar narxi oshadi. Shu tufayli mamlakatda iqtisodiy o'sish sekinlashishi mumkin. Bu esa aholining noroziligiga, hatto Trampga nisbatan impichment e'lon qilinishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Donald Trump AQSh tarixida 2 marta impichment qilingan birinchi prezident hisoblanadi. Biroq Senat uni lavozimidan chetlatmagan. Agar 3-bor bu chora qo'llanilsa, Trump lavozimidan chetlatilishi mumkin. Shu boisdan ham Trump bu urushni tezroq yakunlash payiga tushib qoldi. AQSh Isroildan Eronning energetika, ayniqsa neft infratuzilmasi obyektlariga zarba berishni to'xtatishni so'radi. Bu 12 kunlik urush davrida Washington tomonidan birinchi chekinish bo'ldi. Manbalarga ko'ra, Trump Eron neft obyektlariga zarba berishni oxirgi chora sifatida ko'rmoqda. Bu variant faqat Eron avval Fors ko'rfazi davlatlaridagi neft infratuzilmasiga hujum qilgan taqdirda qo'llanilishi mumkin. Amerika Eronni va uning qora boyliklarini xuddi Venezuela kabi oson qo'lga kiritamiz deb o'ylagandi. Ularning rejasiga ko'ra, oliy rahnamo yo'q qilingan taqdirda avvaldan yanvar oyidagi namoyishlar orqali ongi obdon zaharlangan eronliklardan foydalanib, islom rejimiga barham berish va uning o'rniga qo'g'irchoq sifatida talqin qilinayotgan Rizo Pahlaviyni hokimiyatga olib kelish rejalashtirilgandi. Biroq Oyatulloh Ali Xomanayning o'limi butun Eronni parchalamadi, aksincha bir kuch qilib yana birlashtirdi. AQSh va Isroil esa eronliklarning g'azab va nafratiga uchradi. Bundan ko'rinib turibdiki, vaziyat kutilgandek ish bermadi. Ma'lumki, Hormuz bo'g'ozi muhim neft tashish yo'lagi hisoblanadi. Eron bu bo'g'ozni yopib qo'ydi. Oqibatda neft narxi osmonga chiqdi. Hatto bir barrel neft $120 ko'tarildi. Bu esa Yevropa va boshqa davlatlarda AQSh va Isroilga nisbatan norozilik kayfiyatini uyg'otdi. Bu holatni ko'rgan hamda Yaqin Sharqda hukmronlikni qo'lga ola olmayotgan AQSh prezidenti Donald Trump, agar Eron Hormuz bo'g'ozi orqali neft tashishni to'sishda davom etsa, mamlakatga nisbatan yanada kuchli zarbalar berilishini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, agar Eron Hormuz bo'g'ozida neft oqimini to'sishga qaratilgan har qanday harakatni amalga oshirsa, AQSh Eronga hozirgacha berilgan zarbalardan 20 barobar ko'proq zarba beradi. Trump shuningdek, AQSh oson yo'q qilinadigan obyektlarni ham yo'q qilishini, bu esa Eronning davlat sifatida tiklanishini deyarli imkonsiz qilib qo'yishini aytdi. U o'lim, olov va g'azab Eron ustiga tushishini ma'lum qildi. Biroq bunday holat yuz bermasligiga umid qilishini ham qo'shimcha qilib o'tdi. AQSh prezidentining aytishicha, uning bu bayonoti Xitoy va Hormuz bo'g'ozidan faol foydalanadigan boshqa davlatlar uchun Amerikadan sovg'a hisoblanadi. O'z navbatida Eron Islom inqilobi qo'riqchilar korpusi vakili general Sardar Naini AQSh va uning ittifoqchilariga mintaqadan 1 litr ham neft olib chiqishga yo'l qo'ymasligini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, neft va gaz narxlarini pasaytirish
turish hamda ularni nazorat qilishga qaratilgan barcha urinishlar vaqtinchalik va samarasiz bo'ladi. Naini shuningdek jang maydonida tashabbus Eron qo'lida ekanini va bu urush qachon tugashini AQSh emas, balki Tehronning o'zi hal qilishini ta'kidladi. U AQShning Fors ko'rfazidagi harbiy infratuzilmasining katta qismi yo'q qilinganini, jumladan mintaqadagi deyarli 10 ta zamonaviy radar tizimi hamda qimmat dronlar Eron havo mudofaasi tomonidan yo'q qilinganligini bildirdi. Washington bu operatsiyadan asosiy harbiy kuchlardan biri. AQSh va Isroil aviatsiyasi Eronning harbiy infratuzilmasi, raketa komplekslari va strategik obyektlariga ketma-ket zarbalar berdi. Bir qarashda Amerika armiyasi uchun yo'qotishlar katta emasdek ko'rinadi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, kamida 8 nafar amerikalik harbiy halok bo'lgan. Biroq masalaning boshqa tomoni ham bor. Eron bu zarbalarni javobsiz qoldirmadi. Tehron mintaqadagi AQSh harbiy bazalariga raketalar yo'lladi. Qatar, Bahrayn, Kuvayt, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklaridagi bazalar hujum nishoniga aylandi. Oq uy bu zarbalar katta zarar keltirmaganligini aytmoqda, ammo faktlar boshqa narsani ko'rsatdi. 7-mart kuni The New York Times nashrining xabar berishicha, Eronga qarshi harbiy kampaniyaning birinchi haftasi AQShga taxminan 6 milliard dollarga tushgan. Bu hali urushning boshlanishi xolos. Shu bilan birga Respublikachilar partiyasi vakillari prezident Donald Trump ma'muriyati urush uchun qo'shimcha mablag' so'rash kutayotganligini ma'lum qildi. Ular Eron bir necha zarbalarga qaramay omon qolishiga, AQSh va Isroil esa tez orada harbiy harakatlarni davom ettirishga bo'lgan qiziqishini yo'qotishga ishonmoqda. Ismi oshkor etilmagan qo'mondonlarning fikricha, yaqin bir necha kun ichida Eron bundan keyin ham sezilarli darajada javob raketa zarbalarini bera oladi. Bu esa barcha uchun hal qiluvchi palla bo'ladi. Washington Eron bu urushni cho'zishdan xavotirlarini sezdirib qo'ydi. Urushni boshlashga boshlab, qanday tugatishni bilmay qolgan AQSh va Isroilga qarata eronlik mulozimlar Islom Respublikasi urushni raqib uchun haddan tashqari qimmatga tushirish strategiyasini tanlaganligini bildirdi. Ushbu strategiya shartli ravishda Telba operatsiyasi deb nomlangan. Eron bu urushni tez yakunlashni emas, balki uni cho'zishni maqsad qilmoqda. Bunda Tehron oddiy strategiyadan foydalanyapti, ya'ni raqibni frontda emas, charchoq va xarajat bilan yengish. Isroil bu urushdagi eng faol ishtirokchilardan biri bo'lib qolmoqda. Eronning ko'plab harbiy obyektlariga berilgan zarbalar aynan Isroil aviatsiyasi hissasiga to'g'ri keladi. Biroq bu urush Isroil uchun ham xavfsiz masofada kechmayapti. Eron yuzlab ballistik raketalar va mingga yaqin dronlar bilan javob berdi. Bu hujumlar Beyt Shemesh shahri, Yerusalim atrofi va Janubiy Isroilga qaratildi. Mashhur Iron Dome tizimi ko'plab raketalarni havoda yo'q qildi, ammo barchasini emas. Isroilning temir qalqoni ham hamma raketalar oqimini to'sib qola olmayapti. Bu esa bir narsani ko'rsatadi. Isroil hududi ham endi urushdan mutlaqo himoyalangan emas. Isroilda hujumlar oqibatida kamida 11 nafar tinch aholi halok bo'lgan. Bir nechta harbiylar ham qurbon bo'lganligi aytilmoqda. Bu mojaroda eng katta yo'qotishlar Eron tomoniga to'g'ri kelmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, dastlabki haftalarda 1200 dan ortiq kishi halok bo'lgan, yuzlab odamlar yaralangan. Qurbonlar orasida ko'plab tinch aholi bor. Eng dahshatli hujumlardan biri 28 fevral kuni Minob shahrida sodir bo'ldi. Qizlar maktabiga qilingan zarba natijasida 100 dan ortiq o'quvchi qizaloqlar halok bo'lgandi. Donald Trump balki yana bir bor Nobelning tinchlik mukofotiga o'z nomzodini qo'yar, lekin uning tarix daftarida endi pedofil Epstein bilan bog'liq fayllar va halok bo'lgan minglab eronliklarning xotimasi haqida yozilgan sahifalar bor. AQSh Eron Isroil urushidagi eng so'nggi voqealarni tezkor va batafsil yoritib borishga harakat qilamiz. Qalampurzni kuzatishda davom eting, bizdan uzoqlashmang.